Bugungi darsimiz dal harfidan boshlanadi. Xo'p, dal harfi demak tilimizning old qismi tepa tishimizning orqaga, ya'ni milkimizga tutashgan joylari bilan birgalikda tegishi natijasida chiqadi. Va bunda d qattiqlik, ya'ni shadda degan sifat bor, shuning uchun qattiq urilishi kerak. Ad va qalqala bo'lganligi uchun o'sha urilish natijasida tovushimiz tebralib qalqala bo'lishligi kerak. Ad tilimiz orqasi esa mana shunday tabiiy ko'rinishda bo'ladi, yuqoriga ko'tarilmaydi. Yuqoriga ko'tarsa botning hidi kelib qolishligi mumkin. Ad bu yerda endi t bilan yonma-yon berib qo'yilgan harf mahraji bittadir. Buni ta'ni o'tganimizda ham aytib o'tgan edik. Mahraji bitta, sifatlarida, ayrim sifatlarda farq qilganligi uchun, lekin mahraji bitta bo'lganligi uchun ko'rinishda yonma-yon berib qo'yilgan. D, di, du. Mana shunday talaffuz qilinadi. Duda ayrim holatlarda xato talaffuz qilish uchrab turishi mumkin. U xatolardan biri, masalan, don dimog'iga ketib qoladi. Don, alhamdulillahi deb o'qishlarni eshitib turamiz. Alhamdu, balki alhamdu. Mana shunday du tiniq chiqishligi kerak. Va yana bir xato bo'lishi mumkin bo'lgani do, o bo'lib ketib qoladi. Do, balki du ham ingichka ham og'izdan chiqishligi kerak. Du. Dum, mimning bayniyasiga e'tibor beramiz. Dum, dume ham bo'lmaydi, dum ham bo'lmaydi. Dum, dube, dube shaddasiga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Duf, duf, dni zammasini aytganimizdan keyin labimiz zammada qolib ketmasligi kerak. Pastki labimiz qaytib tepa tishimizga tegishligi kerak, ya'ni o'z mahrajidan chiqadi shunda, hamda roxova sifatiga e'tiborliroq bo'lamiz. Duf, ya'ni duf bo'lib to'xtab qolmaydi. Duf yoki duf bo'lib qolmaydi. Duf, buni oxirida og'zimizda ham ko'rsatib beramiz, kuzatilishi mumkin bo'lgan xatoni. Ridi, r ingichka, d qalqala. Ridi, rid bo'lmaydi. Royda ham bo'lmaydi. Ri ingichka, ridi. Va qalqala bo'layotganda shuni ham aytib o'tish joiz. Kuzatilishi mumkin bo'lgan nima? Xatolardan biri ko'p tovush berib yuborishlik. Ridi deb yuborish ham mumkin emas. Ridi, balki ridi. Bir muddat shunday qattiq uriladi-ku tilimiz, o'shani tovushi chiqadi xolos. Ridi, ya'ni ridi ham bo'lmaydi. Va ingichka bo'lish kerak deb og'izni ham yozib kerak emas, tabiiy holatda turish kerak. Ridi deb a tovushini ham keltirib qo'yish kerak emas. Ridi, zidi, tadi, bu ham xuddi shunday. Tadi bo'lib tez ham aytib o'tib ketish kerak emas. Tadi uchrab turadi bunday. Tadi emas, tadi xotirjam. Tadi ham emas, tadi ham emas. Tadi. Darsu, darsu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Bu yerda kuzatilish ehtimoli bo'lgan xatolardan darsu bo'lmaydi. Darsu ro oldi fathali bo'lganligi uchun yo'g'on, lekin roni yo'g'on qilaman deb dorsu ham deyilmaydi. Daru, da ingichka, ro yo'g'on. Darsu, s-ni ham oxirida og'zimizda ko'rsatib beramiz. Zammada qolib ketish kerak emas. Su, oldin s-ni aytib, keyin zammaga chiqiladi. Daf'u, daf'u. Bu yerda ham f-ni roxovasiga e'tibor qaratamiz. Daf'u bo'lib tez ham aytilmaydi. Daf'u bo'lib qalqala ham qo'ymaslik kerak. Daf'u, balki daf'u, daf'u bir muddat sirg'alishini bildirish kerak. Dabg'u, dabg'u. B'ning qalqalasiga e'tibor qaratamiz. Dalku, dalku. Demak, lomning bayniyasiga e'tibor qaratamiz. Dahru,
dahru. Demak, haning ingichka bo'lishligi va mahrajini topishligi hamda rohava sifatiga e'tibor qaratamiz. Buni chiqarish qiyinroq, lekin mashq qilsa juda chiroyli chiqadi. Dahru, ya'ni dahru bo'lib ham ketmasligi kerak. Dahru ham bo'lmaydi. Dahru bo'lib qalqala ham bo'lib qolmaydi. yoki dohru ham bo'lmaydi, balki dahru, ro yo'g'on, da bilan ha ingichka. Dahru. Duhnu. Bu ham xuddi shunday. Duhnu. Dudan keyin og'zimizni yoyib hani aytishlik kerak. Buni oxirida ko'rsatib beramiz. Hani ro havosini bildirish kerak hamda ingichkaligini bildirish kerak. Duhnu. Dul. Ikkala la ham bir xil chiqishligi kerak. Hamda bayniyasini bildirish kerak. Dule bo'lib qalqala bo'lib qolish ehtimoli bor. Dul ham bo'lmaydi. Fud. Qalqalasiga e'tibor beramiz. Dning fud. Haliga aytganimizdek, fud ham deb tez ham aytilmaydi. Fud deb ham yoyorilmaydi, balki o'rtacha. Fud. Hud. Bu yerda ham da xuddi shunday. Ha ga e'tibor qaratamiz mahrajidan chiqishligiga. Hud. Ushdud. Xo'p, demak shni ro havosiga e'tibor qaratamiz. Dalning qalqalasiga e'tibor qaratamiz. Ushdud. I'tadala. Aynning bayniyasiga e'tibor qaratamiz. I'tadala bo'lib shadda bo'lib qolmasligi kerak. I'tadala hamda i'tadala bo'lib qalqala ham bo'lib qolish ehtimoli bor. I'tadala yo'q, balki sukun qilamiz. I'tadala bo'lib harakatlariga ham e'tibor qaratishimiz lozim. Tezlab ketish kerak emas. Bir xil muvozanatda chiqishlik kerak. Tadala emas. I'tadala. Ya'tadilu. Bu yerda ham aynin bayniyasiga e'tibor qaratamiz va fatha, kasra, zammalarga ham e'tibor beramiz. Istarshada. Demak, sinni sirg'aluvchi ekanligiga, roning oldi fatha bo'lganligi sababli yo'g'on bo'lishligiga va ta'ning ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Istarshada. Bu yerda kuzatilish mumkin bo'lgan xatolardan biri sinni sirg'altirmaslik. Istarshada bo'lsa bo'lmaydi. Istarshada hamda istarshada bo'lmaydi. Istar, balki ta ingichka, ro yo'g'on. Istarshada. Ta'da shadda sifati ham bor. Shuni ham bildirish kerak. Issar bo'lib qolish kerak emas. Istarshada. Ista. Mana shunday bilinadi. Istarshada. Yastarshidu. Bu yerda ham mana sinni sirg'altiramiz. Ta ingichka, ro mana shunday yo'g'on. Tarshidu. Yastarshidu emas yoki yastorshidu ham emas. Roni yo'g'on qilaman deb ta'dan boshlamaslik kerak. Ayni paytda don bo'lib dimog'iga ketib qolmasligi kerak. Yastarshidun bo'lmaydi. Don, balki du bo'lib ingichka talaffuz qilinishligi kerak. Di, du, dum, dub, duf, rid, zid, tad, darsu, daf'u, dabghu, dalku, dahru, duhnu, dul, fud, hud,
ushdud, i'tadala, ya'tadilu, istarshada, yastarshidu. Demak, bugungi harfimiz mana shundan iborat. Keyingi darsimizda bodi harfini o'tishga harakat qilamiz. Uni xotirjamroq o'tishligimiz uchun keyingi darsga qoldirdik. Hozir shoshib qoladigan bo'lsak, eng muhim harflardan biri. Shuning uchun bugun dal bilan kifoyalanamiz. Demak, labimizga, og'zimizga qarab turadigan bo'lsak, bu yerda ayrim kuzatilishi mumkin bo'lgan, ehtimoli kuchli bo'lgan xatolar uchrab qolishligi mumkin. Masalan, birinchisi duf. Hop, dum birinchisidan boshlasa ham bo'lar ekan. Dum bo'lib zammada qolib ketishlik kerak emas. Labimiz dum, balki dum. Mimda labimiz o'z joyiga qaytishligi kerak, o'z mahrajiga. Dum. U qaytaman deb dim ham bo'lib qolishlik kerak emas. Duni to'la zammasini haqqini ado qilgandan keyin mimni aytishimiz kerak bo'ladi. Dum. Keyingisi ana duf. 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 F'ning mahraji mana f deganimizdek duf bo'lib talaffuz qilinishligi kerak. Kuzatilishi mumkin bo'lgan xato, masalan, duf zamma holatda qolib duf bo'lib qolishligi mumkin. Duf yo'q, balki duf va f'ni talaffuz qilaman deb dif bo'lib qolishligi kerak emas. Dif, balki du to'la aytib olamiz, so'ngra f'ni aytamiz. Duf, duf. Mana shunday talaffuz qilinadi. Keyingisi davrusu. Davrusu bo'lib qolishligi mumkin. Davrusu. Su emas, balki o'tgan sinni mahrajida o'zi aytib o'tgan edik. Yana bir bor eslatma. Su bo'lishligi kerak. S-ni o'z mahrajida aytib, so'ngra zammani. Su, davrusu. Davrusu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Davrusu bo'lib qolishligi kerak emas. Keyingisi masalan dahru. Dahru. Mana shunday aytishlik kerak. Undan keyingisi sal mushkulroq bo'lishi mumkin. Duhnu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Duhnu. Kuzatilishi mumkin bo'lgan xato duhnu. Uni talaffuz qilganimizcha og'zimiz qolib ketsa, h ham ho bo'lib yo'g'on bo'lib qoladi. Duhnu bo'lib. Duh. Unda emas, duh. H istifola harfi bo'lganligi uchun yoyib duhnu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Duhnu. Keyingisi fude fude. Fudu fude degan holatda uchrab turadi. Fudu fud, balki f mahrajini topib olish kerak. Fude fude. Keyingisi ham xuddi shunday. Fude fude. Fudu fude bo'lib qolishligi mumkin. Fudu fude. Fude fude. Bunda labimiz chaqqarroq bo'lishi kerak. Bu albatta ko'proq ishlashlik bilan bo'ladi. Hude hude da ham xuddi shunday. D da o'z mahrajidan qalqalasi chiqishligi kerak. Hudu hudu bo'lsa yo'g'on bo'lib qoladi. Hudu hudu. Balki hude hude. Mana d qanday aytsak, ude ana o'sha joyga qaytishligi kerak. Hude hude. Qolganlari